Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar. Assalomu alaykum Washington DC'dagi qarindoshlar. Men yaqinda do'stimiz, sabdishimiz Gulnaz Abduqodir xonimning inglizcha yozgan Timeless Ties: A Family Portrait in Poems, ya'ni Mangulik rishta bir oilaning she'rdagi simosi nomli kitobining inglizcha nashr qilinganligini angladim. Mush munosabat bilan bugun Washington DC'dagi qarindoshlar, shu yerdagi jamoat Gulnaz Abduqodir xonimning bu kitobining nashr qilinganligini tabriklash uchun bugun bu faoliyatni o'tkazib turibdi. Men ish munosabati bilan Washingtonga bora olmadim. Shunga video orqali tabrik so'zimni yo'llayman. Men Gulnaz Abduqodir xonimniki she'r kitobini nashr chiqqandan keyin topshirib oldim va o'qib chiqdim. Bu she'r kitob garchi inglizcha nashr qilingan bo'lsa-mu, ammo kitobda bayon qilingan she'rlar, ularning mazmunlari, tilgan til shundoq nafis va cho'nqur ma'niga ega. Men bu kitobniki 5-she'rni, ya'ni 88 Letters of Love, ya'ni 88 parcha muhabbat maktublari nomli bu she'rni o'qib shundoq yoqtirdim. Chunki muhojiratda har bir Uyg'ur, har bir qarindoshlarimiz o'z beshidan kechirgan kechmishlari, ularning tortgan jafo mushaqqatlari va bir oilani qurish uchun, farzandlarni tarbiyalash uchun qanchalik jonfidolik ko'rsatganligi hammamizga ma'lum. Bu oson bir jarayon va musofa emas. Kitobda Gulnaz Abduqodir xonimningki vatandan chiqqandan tortib shu muhojiratdagi hayotlari, Amerikada o'tgan hayotlari, bir oila she'r nazmlar orqali go'zal bayon qilingan. Bu 88 parcha muhabbat maktublari. Bu she'rda asosliqi Gulnaz Abduqodir xonim bilan Shuhrat Saidahmad apandim Urumchida to'y qilgandan keyin, to'ydan keyin uzoq o'tmay Shuhrat Saidahmad apandim Ukrainaniki Kiyevga o'qishga chiqdi. Gulnaz Abduqodir xonim bo'lsa Davis, ya'ni University of California, shu universitetga o'qishga chiqdi. Ular oraliqda 65 hafta ayrilib yashaydi va bu she'r shu 65 haftalik ularningki hijroni, hasrati, nihoyat nafis go'zal tillar bilan ki yosh bir qalbninki hissiyoti ifodalangan. Men undaqda bu she'rni bugungi mush faoliyatning tabrik sifatida sizlar bilan o'rtoqlashaman. Bu she'r inglizcha yozilganligi uchun uyg'urcha tarjima qilindi. Albatta bir she'rni bir tildan yoki bir madaniyatdan yana bir madaniyatga tarjima qilishda nihoyat ko'p to'sqinliklar va cheklimlar uchraydi. Shundaqdimi men bu she'rni eng yaqin shaklda, mazmunning eng ro'shan ifodalangan shaklida uyg'urchaga tarjima qilishga tirishdim. Birlikda huzurlanaylik. 88 parcha muhabbat maktublari. Çiçek to'lgan bahar ikki qalb bo'ldi hamra. Misali sevgi yong'in, aqidimiz bog'langan. Qo'shilib nikohimiz, taqdir bizga putdilar. Bir mahal bo'ldik sarson, hijron bizni ayirgan. Ketding sen Kiyevga ma'rifat armaning uchun. Ketdim men Davisga nuri bo'lishga kelchakning. Ayridi okean 65 haftalik hasrat. Bo'ldi shifo yurakka muhabbat maktublaring. 88 parça mektuplar sevgi iznası. Her biri de izhardır baxtimizning kelgusi. Talay sözler bütülgen ishqimizdan u bayon. Her bir qurlar guvohdir muhabbatning o'tmishi. Qara qish bo'ldi sinoq sevgimizga imtihon. Maktubi muhabbat malham ateş hararati. Tekrar o'qildi qurlar bog'landi yurak pinhon. Ko'klidi mehrimizdan bo'lib cho'l, bog'u bo'ston. Ügendu qadirlashni yurak qulupi yeşildi. Her bir söz o tutya ruhimizni oyuqtub taman. Ayrilish yoki vaqt bizni hech puturalmadi. Qalbimiz xo'sh muhabbatdan yargı yar bo'ldik hamon. Ay kunlar o'tdi shu an muhabbatdan putti qo'rg'on. Bog'landi yurak ishqimiz bo'lib abadiy karvon. Xatlarimiz qildi bayon kelgusi baxtimizni. Hijrondan chechaklidi sevgimiz bo'lib guliston. Əslsək biz əşu günlərni gözümüz roşan. Körüdü mehri muhabbetinin sehir küçünü. 65 həftəlik cudalıq bizni sınağan. Yaşladı sevgimiz parlasın əbədi haman. Bugünkü şu faoliyat münasibati bilan bo'libmi shu Gulnaz Abduqodir xonimning shu she'r kitobining nashr qilinganligi munosabati bilan bu tuhfani, bu emgakni qizg'in tabriklayman. Shundaqla Gulnaz Abduqodir xonim va oilasiga bundan keyingi hayotining texmi baxtli, ko'ngilli bir hayot bo'lishini, tenining sog' bo'lishini, bundan keyingi ijodiyatining texmi mo'lsullik bo'lishini tilayman va mush munosabat bilan ham Amerikadagi qarindoshlarga, dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarga
Angliyaning London shahrida yashab turayotgan Kemina Aziz Aysa Alkundin salamlar bo'lsin. Har yerda bo'lsak, aman bo'layli.